Yovvoyi kelin. Muallif Nabijon Hoshimov. Tabib izidan. Yakuniy qism. Xotima o'rnida. Ko'p o'tmay Nusrat ham yetib kelib, restorandagi davradan o'rin oldi. Lekin uning yuz-ko'zidan hali to'liq davolanib ketmagani yaqqol sezilib turar. Rangi ro'yi past, ishtahasiz, so'ralgan savollarga zo'raki unsiz javob qaytarib qo'yardi. Har kim bu holatni o'zicha his qilgan ersa-da, bir-birlariga oshkora qilishga botina olishmas, go'yoki befarqdek edilar. Ota, men judayam charchadim. Mashinada dam olib tura qolay, dedi bir payt Nusrat boshini behol ko'tarib. Mayli, o'g'lim, bora qol, dedi Akromjon aka yangi mashinasining kalitini uzatarkan. To'xtash joyida, birinchi qatorda turibdi, nomeri yodingdadir. Nusrat ketdi. Sabohat singlisi Salomat bilan yuz-qo'llarini yuvib kelmoq uchun ayollar xonasiga borishdi. Salomat opasining boshiga tushgan savdolardan xabardor va uning xorijda davolanib, avvalgi asliga qaytganidan benihoya xursand edi. U Sabohatning juda ham go'zallashib ketgani va o'zining turmushi haqida tinmay so'zlardi. Sabohat ham maqtovlar osmonida parvoz qilayotganidanmi o'zini oynaga solib to'ymasdi. Mana nihoyat qiyinchiliklar ortda qoldi. Endi o'z orzularini amalga oshirish payti keldi. Bunga monelik qiladigan hech nima qolmadi. Faqat Nusrat yaxshi davolanmayapti. Erim bu tashvishdan ezilib adoyi tamom bo'ldi. Unga yordam berishim kerak degan xayollar miyasida charx urmoqda edi. Ha, opajon, namuncha parishon bo'lib qoldingiz, deb so'radi Salomat, chiroyli ko'zlarini katta-katta ochib. Anavi Nusratning rangi menga yoqmayapti-da. Baribir kasalda bu dardning davosi yo'q deyishadi-ku, lekin odamning o'ziga bog'liqda. Nahotki meditsina haliyam bu sohada oqsayotgan bo'lsa? Uning xayoliga lop etib ustozi Safaryor tabib keldi va bir paytlar unga aynan shu savolni berganini esladi. U kishi hozir hayotmikinlar? Hayot bo'lsalar qayerlarda ekanlar? Voy, axir u kishi yigit pirimdagi tosh tagiga menga xat yozib, o'zi haqida ma'lum qilib turmoqchi edi-ku. Men ham yashash joyim aniq bo'lgach, bu haqida u kishiga xabar qoldirishim kerak edi. Esim qursin, xotiram qursin. Haliyam kech emasdir. Hozir jo'nab ketsak, ertagami indin u yerda ziyorat qilib kelishni erimdan iltimos qilaman. Ayollar o'tirgan davraga yaqinlashib kelishar ekan, Salomat to'satdan bir fikrni aytib qoldi. Opajon, men bir tabib chiqqanini eshituvdim. U har qanaqa kasalni davolayotganmish. O'zi tog' va toshlarda yurarmish. Xo'sh. Nima edi? Gapiraver, kim ekan u? Qayoqdan bilay? Erim aytuvdi, bir sil kasal bo'lib qolgan o'rtog'ini o'sha tabibga olib borgan ekan. Uni doktorlar bo'lmaydi, olib ketinglar degan ekan. O'sha tabib haqida xabar topib olib borgandi-da. Sabohat singlisining yelkalaridan mahkam ushladi. Keyinchi natijasi nima bo'pti? Yaxshi bo'lib ketibdi, hozir yaxshi yuribdi, dedi Salomat opasining bunchalik qiziqib qolganidan hayron qolib. O'sha tabibning ismi nima ekan? Ismimi haligi nima edi? Qanaqadir Donmidi? Qiyinroq. Safaryor tabibmi? Ha, shunaqa edi shekilli, dedi qiz sevinib. Voy singiljon, nimalar deyapsan? Axir u mening ustozim-ku. Voy qanaqasiga? U kishi meni tog'dan olib kelib qo'ygandi. Qachon? O'sha o'zimni yoqmasdan avval. Aytchi, anavi eringning o'rtog'ini u qachon davolagandi? 6 oycha bo'ldi. Sabohat xursand bo'lib ketdi. Demak, u kishi hayot. Odamlarni davolamoqda. Ustozim Safaryor tabibni zudlik bilan topishimiz kerak. U Nusratni ham davolay oladi. U kishi mening tibbiyot va tabobat sohasidagi ustozim bo'ladilar. Ilgari bunaqa ustozing borligini aytmagan eding-ku, qizim, dedi otasi ham hayron bo'lib. Sizga haligi g'orda bir umr yashagan Mo'ysafid haqida, keyin u kishi meni olib kelib qo'yganini aytgan edim-ku. Haligi Safaryor deganingmi? Ha, u kishi tabib edi. Hozir tog' va toshlarda tabiblik qilib, ancha mashhur bo'lib ketganmish. Ha, to'g'ri, Marjon tabib o'sha bo'lsa, u haqida men ham eshitganman, dedi Akromjon aka. Voy, rostdanmi? Lekin uni juda qari, Mo'ysafid emas, hali tetik, baquvvat deyishadi-ku. U kishi inson umrini uzaytirish, qarilikning oldini olish bo'yicha ish olib borib, yaratgan dorilarni o'z tanasida sinab ko'rmoqchi edilar. Menga ham mana shu mavzuda tadqiqot olib borishga ko'rsatma beruvdilar. G'ordagi bir yovvoyi odam-a? Deb so'radi eri ajablanib. U kishi sho'ro hukumatining qattaqonidan qochib, o'sha tomonlarga borib qolgan ekanlar. O'zlari urushgacha aspirant bo'lgan ekanlar. Ha, shunaqami?
Dunyoning ishlari qiziqda, taqdirni qaranglar. Demak, Sabohatni toqqa olib ketmaganida u tabibni kim ham tanirdi? Mana u kishini mashhur deyapsizlar, dedi Isoq Islomovich. Sen ham ustozingdan ancha-muncha o'rgangandirsan, deb so'radi Akbar Solievich. Ha, albatta, dedi Sabohat chiroyli qoshlarini chimirib. Bo'lmasa ustozing aytgan yo'ldan borib, o'z sohang bo'yicha ishlashing kerakka o'xshaydi. Toshkentga ko'chib kelaveringlar. Yo'q, o'zimizda ham ish ko'p-ku, dedi Akramjon aka kulib. Lekin bir narsaga tushunmayapman. Nega endi zudlik bilan o'sha tabibni topish kerak bo'lib qoldi? Nusrat uchun. Uni ustozimga ko'rsatishimiz kerak. Akromjon akaning qo'lidan qoshiq tiq etib tushib ketdi. U negadir noma'lum yovvoyi tabib va xotini uchrashishlarini istamayotgandi. Uni tushunsa bo'lardi. Ehtimol rashk qila boshlagandir. Lekin Sabohatning so'nggi gapidan keyin xayoliga kelgan noo'rin fikrdan o'zi uyalib ketdi. U kishi hozir necha yoshdalar? 85lar atrofida. Yigit pirimdagi bir toshning tagiga o'zlari haqidagi xabarni qoldirib ketmoqchi edilar. Mening esa yodimdan butunlay ko'tarilgan ekan. Bo'lmasa to'g'ri o'sha yoqqa boramiz, dedi Akromjon aka. Ziyoratgoh qorovuli u kishini tanisa kerak. Men so'xlik hamkasblar bilan bog'lanaman. Yordam berishadi. Uni albatta topamiz, dedi Isoq Islomovich. Shuning uchun yaxshi niyatlar uchun ruxsat bersanglar, mana shu qadahni olaman. Ko'p o'tmay Akromjon akaning yangi Volgasi dovon sari yo'l oldi. Akbar Solievich poytaxtda qoldi va ularga omadlar tiladi. Nihoyat yigit pirimga ham yetib kelishdi. Nusrat ayachasining iltimosiga ko'ra buloqning u tomoniga o'tib toshlarning tagini titkiladi. U yerda haqiqatdan ham selofanga o'roqlik bir xat chiqdi. Unda shunday yozilgan ekan: Salom Sabohat qizim. O'sha sen ketgandan keyin mening halovatim yo'q. Sendan ming xavotir olib vatanimga qaytib keta olmadim. Chunki aniq biror joyim yo'q deganding. Seni qayerdan va kimdan so'rab surishtirishni ham bilmadim. Shuning uchun sendan xabar kutib, shu atrofda tabiblik qilib yuribman. Bu yerga har 3 oyda kelaman. Bemorlarim ham meni kutib turishadi. Farg'ona vodiysi atrofida ziyoratgohlar, har xil ajoyib g'orlar ko'p ekan. Men ularni yil davomida 3 oyda aylanib kelmoqdaman. Vodiy odamlari boshqacha. Sen ularning biri ekaningdan va yaxshi shogirdim borligidan g'ururlanaman. Iltimos, o'z haqingda xabar qil. Omon bo'l qizim. Xayr. Xatga Safaryor tabib deb imzo qo'yilib, unda 3 yil avvalgi kun ham qayd qilingan edi. Akromjon aka ham xatni o'qib allanechuk bo'lib ketdi. Nega bu kishi haqida menga avvalroq aytmading-a? Ha, bu juda qiziq, dedi Isoq Islomovich ham xat bilan tanishar ekan. Shundan so'ng ziyoratgoh qorovulidan tabib haqida surishtirishdi. Qorovul tabibning har 3 oyda bu yerga kelib turishini, bemorlar yoki biror maslahat olmoqchi bo'lganlar uni umid bilan haftalab kutishlarini, lekin tabib odamlarni hech qachon xafa qilmagani, pul ham olmasligi, balki aytilgan paytda kelib tashxis qo'ygan bemorlar uchun atayin giyoh dori tayyorlab kelishini, har bir bemorga nima degani yodida turishi va buyurgan muolajalarning natijasini so'rab surishtirishni, odamlar undan yaxshi shifo topayotganini so'zlab berdi. Har vaqt ketayotganida sizni so'raydi, dedi u Sabohatga, yoki siz haqingizda biror gap eshitmaganimga qiziqadi. Ilohim bor bo'ling. U kishi aytganlaricha bor ekansiz. Juda chiroyli, baxtli ayol ekansiz. Ko'z tegmasin. Rahmat. Hozir ustozim qayerda bo'lishi mumkin? Aytolmaysizmi? Bir hafta burun u Haydarkonga ketgan edi. Undan keyin Chimyonga o'tadi. U yerda Beshpanja degan so'lim buloq bor. O'sha yerda 3 kun bo'ladi-da, so'ngra Vodilda 2 kun bo'lib, Shohimardonga safar qiladi. Yordon Azizni yaxshi ko'radi. U yerda bir hafta 10 kun qoladi. Undan keyin Abshirota, Novqat ziyoratgohlariga qarab ketadi. U yog'ini bilmayman. Menimcha O'sh, Jalolobod, Olabuqa, bu yog'i Chotqol, Asht, Isfarada bo'lib, yana 3 oyda shu yerda bo'ladilar. Kimni surishtiryapsizlar? Uyga ketmaysizlarmi? Deb qoldi shu payt Nusrat. Atayin kelibsizlar, qozonga ozgina jaz tashlab, bir cho'qim osh damlab, yaxshi niyatlar qilib ketmasangizlar bo'lmas. Bu yer aziz avliyolar o'tgan joy, dedi qorovul. Hay, mayli, yuringlar. Cho'ng'araning devzirasidan do'ppiday osh damlaymiz. Qahramonimizning izini topdik. Endi o'zini topishni rejalashtiramiz. Uyimizga shu bugun yetib olsak bo'lganida, dedi Isoq Islomovich. Qorovul ularni buloq bo'yidagi so'lim so'rilardan biriga boshladi.
Sabohat Akbarovna, men ustozingizni xudo xohlasa ertagayoq topaman, dedi militsiya boshlig'i so'riga joylasharkan. Yo'g', u kishini qo'rqitib yubormang tag'in, dedi Sabohat kulib. Mana ko'rasiz, butun viloyatning shaxsiy tarkibini oyoqqa turg'izaman. Agar u bizning respublika hududida bo'lsa-yoq topiladi. Masalliqlari tayyor ekan, ko'p o'tmay oshni suzib kelishdi. So'ngra o'tganlar ruhiga, qolganlar baxt saodati yo'lida Qur'on tilovat qilinib, ziyoratgohga yaxshi niyat bilan ehsonlar berib, uylari tomon jo'nab ketishdi. Akromjon aka bu ishni ortga surishni istamadi. Ertasi Sabohat Nusrat bilan Chimyon qishlog'i sari yo'l olishdi. Tabibni so'rab surishtirishdi. Buloq choyxonachisi uni bugun ertalab Vodil tomon oq xachirini minib ketganini aytdi. Ular zudlik bilan tabib izidan ravona bo'lishdi. Xalmiyon qishlog'iga yetar etmas, yo'l chetida xachir mingan kishining ketib borayotganini ko'rishdi. To'xtating, deya qichqirdi Sabohat hayajon bilan. Mashina yo'lovchidan o'tib to'xtadi. Biroq Sabohatning ko'z o'ngida butunlay boshqa kishi paydo bo'ldi. Uning deyarli oq oralamagan soch soqollari chiroyli qirtishlangan, egniga chiroyli chakmon va uyg'urcha telpak kiyib olgan. Xachirining ayiliga yangi yelamcha tashalgan. Peshonasiga popuklar taqilgan edi. Akromjon aka tavozi ila yo'lovchiga salom berdi. Va alaykum, dedi u mashina egasiga sinchkov nazar tashlarkan to'xtamoq payida bo'ldi. Tog'ajon, kechirasiz, dedi Sabohat hayron bo'lib. Biz bir tabibni qidirayotgandik. Qaysi tabibni? Marjon tabibni. U kishida nima ishlaringiz bor? Dedi Mo'ysafid jiddiy. U kishi mening ustozim bo'ladilar. Yo'lovchi xachirning yuganini tortib to'xtatdi va oppoq tishlarini ko'rsatib chiroyli tabassum qildi. Sabohat, senmisan qizim? Dedi u to'satdan. Sabohat nima deyarini bilmay angrayib qoldi. Uning ro'parasida soch soqollari to'zg'igan, po'stakdan ust-bosh kiygan, tishlari sarg'ayib to'kilib ketgan ustozi Safaryor emas, balki yosh jihatidan eridan qolishmaydigan, yuz-ko'zidan nur yog'ilib turadigan, moviy ko'zli, istarali bir begona kishi turardi. Siz kimsiz? Tanimadim, dedi Sabohat. Noma'lum kishi boshidan qalpoqni yechdi. Shu on chakkasidan tasbih o'tkazilgan 2 juft kokillari lop etib osilib tushdi. O'zi esa xachirdan chaqqonlik bilan tushib keldi. Ustoz, nahotki bu siz? Ko'zlarimga ishonmayman, dedi ayol hayajon bilan. Ha, bu men. Yoshlik eliksirim ish berdi. Sen tufayli hayotga qaytdim. Endi odamlarga kerak ekanligimni his qilib, zavqlanib yashayapman. Faqat bir xavotirligim sen eding. Xudoga shukr, sog'-omon ekansan. Hamon o'sha kelinchakdek go'zalsan. Bu gaplarni eshitayotgan Akromjon akaning ko'nglini yana g'ashlik qopladi. 85 ga kirgan Mo'ysafid emish. Axir juda yosh ekan-ku. Nahotki xotinim shu odam bilan g'orda 1 yil birga yashagan bo'lsa? U kishi kim, otangmi? Deb so'radi Safaryor ruldagi Akromjon akani ko'rsatib. Yo'g', xo'jayinim, yuring tanishtiray. Hoy dadasi, Nusratjon, tushinglar, ustozimni topdim. Akromjon aka Mo'ysafid bilan istamayroq salomlashdi. Yuragingiz tez uryapti, asabingiz yaxshi emas, dedi tabib uning qo'lini qo'yib yubormay mahkam siqib. To'g'ri topdingiz, dedi Akromjon aka noiloj tabassum qilib. Lekin u Nusrat bilan ham qo'l olib so'rasharkan, bir oz jim qoldi. Uning ko'zlarini ochib ko'rdi. Bu kishi bizning o'g'limiz Nusratjon. Yaxshi, Nusratjonda ozgina dard bor ekan, hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Akromjon akaning yuragi shuv etib ketdi. Nahotki sezgan bo'lsa, lekin kuchli tabibga o'xshaydi, degan o'ylar kechdi uning xayolidan. Uyga boraylik, mehmonimiz bo'ling. Sabohat siz to'g'ringizda gapiraverib esi ketdi, dedi uning nihoyat chehrasi yorishib. Ha, biznikiga yura qoling, Oltariq bu yerga yaqin, dedi Sabohat ham sevinib. Yo'q, rahmat, mijozlarim kutib qolishadi, lekin mening sizlarga boshqa taklifim bor. Voy, mayli. Maylimi, biz ering bilan bir og'iz, dedi tabib Akromjon akani bir chetga tortib. Voy, bemalol. Nusrat ham tavozi bilan mashinaga borib o'tirdi. O'g'lingizning bir oz dardi bor ekan, dedi tabib hammasi tushunarli degandek. Shuning uchun maslahatingizga mushtoq edik-da. Davolash mumkin, faqat bir shart bilan. Qanaqa shart? O'g'lingizni kamida 1 yilga menga shogirdlikka berasiz. Akromjon aka kutilmagan bu taklifdan tang qoldi. Uni faqat vaqt davolaydi. Tabiat qo'ynida, tog'-u toshda mening nazoratim ostidagina davolanadi. O'ylab ko'ringlar, lekin bunday taklifni shu mahalgacha hech qaysi bemorga qilmaganman. Sizlar esa men uchun begona emassizlar. Akromjon akaning ko'zlariga yosh keldi va tabibni beixtiyor quchib oldi.
Rahmat sizga. Sabohat aytganicha bor ekan. Endi meni ham o'z ukangiz deb biling. Ukam emas, kuyovim, dedi Safaryor kulib. Ular kulishib qolishdi. Bo'lmasa bunday, men kelasi hafta sizlarni yordonda kutaman. Birga dam olamiz, gurung quramiz. Mabodo taklifimga rozi bo'lsangizlar, Nusratjon safar xaltasi bilan kelaversin. Ungayam biror eshak topilib qolar. Ular samimiy xayrlashdilar. Marjon tabib xachirining jilovini silkitdi-da, yana yo'lida davom etdi. U shunday mamnun ediki, beixtiyor qandaydir qo'shiqni xirgoyi qilar, eshak tuyoqlarining taq-tuqi esa uning zavqiga va qo'shig'iga monand ohang baxsh etardi. Dilkash nigohiga olam yanada go'zalroq, munavvarroq ko'rinmoqda edi. Mana aziz, hurmatli tinglovchim, yana bir ajoyib sarguzasht romanni nihoyaladik. O'qiyotganda qilgan xatolarim uchun sizdan uzr so'rayman. Xayr, sog' bo'ling.